iman lezzeti bilen dünya lezzeti o'ttirisida. Bu dünyada nurgun nazu nimetler var. Bu ikisinin o'ttirisini qanday? Endi her ikisi lezzet. Endi iman lezzeti bu insanı mengülük, iki dünyalık baxt-saadetke eriştiradigan, necatlık aparadigan bir lezzet. Yani bunun temin ettiği insan Allah Teala her birimizge şunu nasip kılsın. En çok baxtlı insan dep qarşı boludu. İmanın hakikati. Mesela sahabelerine köpünç sahabelerimiz misal qalımız. Çünkü ular imanның temin etdigan insanlar. Evet. Şunun üçün şulardan sadır bolgan näsinin köpünçsi qarsak bizge үлgülük, nemulik нәрсе sadır bolgan. Çünkü ular qalbga, haqiqiy qalbi imanның temin etdigan. Endi dünya naz nimetleri bilen bu temin etimiz bu bizden hakkımız. Allah Teala bunu caiz kılıp bergen. Bazı bir ubdarak bir iqtisad qazanıp pul tepip qalsak, bunun bir rahatını sürümüz, hoşal olumuz, kiyim kiyecek yoki balalarımız yaxshi bir insan bolsa yoki to'y olsa degandek har xil turli jihatdan dunyo ne'matlari tamam bizningki hoş oluşumuz, onun ta'mini huzurlanishimiz haqqimiz var. Ama bu yerda ma'u mengülük, ma'u fani. Ama çok alaqası bu imanның halavati degan bu ikki dunyolik. Bu tugmaydi. Kıyamet günü bunun davamlı sürdü Allah Teala cennette. Sen dünyada maaşını kılgan edin. Şu imanның temelinden sen bu işin tüpeyli maaşlar sana manda olurdu. Dep tuğuktumay Allah Subhanahu wa Ta'ala'nın mukaffatı gerçeleyimiz. Ama o dünyalık bu bizge caiz bolsun bu bek kirişip ketadigan. Bütün vücudumuz bilen şu dünyanın nimetlerini temin etishga ahmet verip ketadigan iş emas. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sen dünyada kun gariben ev abir sebil. Dünyada bek dünyaya bağlanıp zaten üzerine bilenmey manda bir eşemetli yaşap ketme. Sen garip bırak üzerine iz kıl. Xuddi abir sebil degan ötüp ketpag adamdek muamele qil. Çünkü ötüp ketpagany mesela bir dağda yoluvchi deymiz da mesela. Öyle ötkenmi bu yerden ketime degandan u yerga alohida ahmiyat berib ketmaydi. Özü kerakli narsalar qanday ketib qoladi, o'tib ketib qoladi. O'zing aytib tuytiblar. Sen ma dunyoda shu sening bir vazifang bor. Sen dunyoga kelgandan keyin sen qiladigan bir xizmatlar bor, sening mas'uliyating bor. Shuni ado qilishga diqqatingni markazlashtirib, uning bek qanday ketib qolma, berilib vujuding bilan kirishib ketib qolma deb o'rgatgan. Shunga bu dunyo lazzatlari vaqtliq lazzatdan foydalansak bo'ladi, lekin isiyat emas va shuning oqisidan ketib chip ketishimiz biz mu'minlarga münasip emas. Biz imanның lezzeti bizge yetidi. Ama şu noktada hem de bazılar mesela bu dünyanın Müslümanlarınki güllendiriş halifetullahi fil ardı buluş süpütümüz bilen nurgun yaxşı işlerini qilish üçün bunun qattiq bu yuqordak sözden bazı mesela hata düşünüşü mümkün. Xuddi dünyanın sen bunda gayrib tehlib ötüp ket bek köngül bilme kafir qasun Müslüman diyen bek küçük köp ketmesin buldu şu acizrak yaşasa buldu degandek manda hata düşünüp qilishim tushunch paydo qilishi mesela bu şu hadislarni, ayetlarni biz tushungan vaqtimiz cho'qim ahli ilmlarga bog'lab turib shu igillar bilan tushunishning yaxshiligi shuni bilib olaymiz. Chunki Payg'ambar alayhisalom mayli Qur'oni Karimdagi oyatlar bo'lsin, mayli Payg'ambar alayhisalomning hadislari bo'lsin, bu oyliqi bir hadisda butun holatni muayyan bir insonning butun hayotini muayyan holatda mushnali bo'l degan tutatmaydi. Bu targ'ibot deymiz, qiziqtirishlar va insonning dehini boshqa yerga burishlar va yani bu yerlik bu hadis nima desam dunyoda ishim bilan chatqimiz g'arib burungi vaqtida dünya deb qo'ydik ayrim yer chiqilib dunyoning taraqqiyoti bilan chat qo'ydik. Yo'q, biz bu dunyoga bayam azra qistirib o'tib ketdim gapimda. Ya'ni bu dunyoda cho'qim sening bir mas'uliyat vazifang bor. Sen shuningga qanday qil? Diqqatingni markazlashtir. Sen dunyoning rohatini surishga emas, nimaga? Vazifanga, mas'uliyatingga. Chunki Alloh subhanahu va taolo insonni yaratishning maqsadi nima bo'lsa, zaminda insonni xalq qilib, zaminni obod qilish, zaminni taraqqiy qildirish, zaminni gullantirish har birimizning mas'uliyati. O'qish, izdinish, tadqiqot qilish, taraqqiy qilish bizning mas'uliyatimiz. Ammo bu yerdagi hadisning maqsadi nima bo'lsa, sen to'g'ri shu vazifangni qilish jarayonida o'ni vazifani qilsang farz, vojib o'ni vazifasini qilish. Ammo sening vujuding oxiratni unutib mesela mesela bir insanın dünyaya bekrek berilip gitişi ahiret yok, müşahaba deganlikni uqtirib qo'ydi. Şu bazı tuyg'usi zalim şu dünyanın qilib olsa, ahiretdan chatqi yo'q. Bazı bir xato gap bor.
Sen dunyoga bir qitim kelsa, qanday qilib olgan? Yashab olgan. U mo'minning gapi emas u. Mo'minning gapi nima bo'lsa, dunyoga bir qitim kelsa, ibodat qilib olgan. Aminata hamma ishimiz Alloh razoligi uchun qilingan hamma ish ibodat. Biz yashash uchun bir gap bor, o'kami deydimmi-ki, yashash uchun yeymizmi, yeyish uchun yashaymizmi deb. Biz yashash uchun yeb qolamiz. Yeyish uchun yaşamayız. Yeyish uchun yaşagan bo'lsak, hayvon bo'lib qoldik. Hayvondan maqsad qilsak to'g'ri. Bizning mas'uliyatimiz, hamma xulosa qilsak, bu hadisdagi maqsad nima desa, sen isiyoding vujudingni dunyoga bog'lab etsang, nimani unutib qolib qolasan? Oxiratni unutib qolasan. Qalbingga iymonning ta'mini tetishni to'saqlab qol. Ammo iymonning ta'min tetigan sahobalar shu dunyoni gullantirgan sahobalar shu. Bu ham sahabani misol qildik ya. Shu bizning shu Turkiyaga, shu masalan Istanbulning fathi uchun bisharat vergen sahabe mesela. Hatta bizden vatanlık kadar bağan bütün dünyanı avatlaştırıp şu İslam'ın kendi yayganlar sahabeler. Olar terk dünya alıp otomatik yapılar. Doğru. İman bulmagan vaxtida hamma narsa qo'limizda erishgan har qanday narsa bu o insonning hayotini baxtga emas, balki baxtsizlikka cho'mdirganligini bilgan dunyoda ko'rib turibmiz. Moddiy jihatdan shu og'zi burni qadar og'zi burnigacha tiqilib ketgan devletler qaraydigan bo'lsak, Qur'onda oyatda bormi masalan, "Va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Yani tushkunlik bilan to'lgan o'ylab boqaylik. Eng taraqqiy qilgan davlatlarda shularning sonliq ma'lumotlarga qarasa, o'zini o'ldirib oladigan hodisa eng ko'p. Yani shuncha bola mollukning ichida turib, chunki iymon yo'q. Bu ma'naviy narsa bo'lmag'achqa sonliq ma'lumotga qarab inson alqi cho'chib ketdi-da, qarab.